Salom azizlar, qadrli tinglovchilar, xayrli kech bo'lsin. Barchangizga Xudoning tinchligi, Xudoning marhamati yor bo'lsin deya jonli efirimizni boshlaymiz. Men Umidjon sizlar bilan yana bir bor navbatdagi jonli efirda g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan, uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Xudoga shukr, shunday imkoniyat bor. Onlayn bo'lsa-da fikrlarimiz bilan bo'lisha olib, hayotimizdagi Xudoning ishlari bilan, guvohliklarimiz bilan bo'lisha olishimiz uchun Xudoga shukr. Azizlar, sizlarni ko'p kuttirmayman. Bugungi jonli efirimiz mavzusini agar reklamada ko'rgan bo'lsalaringiz, hayotimdagi Xudoning ishlari deya nomladik. Bugun iymondagi opamiz o'zining hayotidagi Xudoning ishlari haqida, iymon yo'li haqida biz bilan bo'lishadilar. Lobar opa, aloqadamisiz? Assalomu alaykum. Men shu yerdaman. Va alaykum assalom. Ovozingizni eshitganimdan xursandman Lobar opa, xush kelibsiz. Avvalambor rahmat aytmoqchiman. Efirga bo'lgan taklifni rad qilmasdan o'zingizni vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun minnatdorman. Xudoyim sizni marhamatlasin. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Eshitamiz. Xayrli kech hammaga. Rahmat avvalo taklif qilganlaringiz uchun. Bugun ozgina o'zimni hayotimdagi Xudoning ishlari haqida gapirib berish uchun taklif qilganlaringiz uchun. Bu uchun men alohida tayyorlanmadim, lekin men hayotimda Xudoning buyukligini va uning yo'llarini, mening hayotimda qilgan ishlari bo'yicha sizlar bilan bo'lishsam, u kimgadir foydali bo'lsa, kimgadir ta'sir etsa, men bundan xursand bo'lgan bo'lardim. Shuning uchun men aytmoqchiman, o'zimni tanishtirsam, ismim Lobar. 1981-yilda tug'ilganman. Aslida mening oddiygina oilada yashaganman. Oddiygina oilada o'sdim. Lekin bizning oilamizda dinga yoki nimaga kirgan emas. Oddiy dadam shofyor, ayam dispetcher bo'lib ishlab. Faqat bilamiz biz Xudo borligini, lekin Xudoning qanaqa ekanligini shaxsan tanimas edik. Bizning dadamning dadalari bor edi, bobomiz. Bobomiz bizga kichkinaligimizda Xudo haqida ozgina aytib bergan bo'lardi. Va bizda bilgan narsamiz namoz o'qish haqida va payg'ambarlar haqida tushuncha bor edi. Lekin namoz hech kim o'qimas edi bizda. Shunday bo'lsa ham yuragimizdan Xudoni ozgina izlar edik. Men 11-sinf bo'lgan vaqtimda Xudo haqida, Isa Masih haqida men eshitdim. Undan oldin Xudo faqat Alloh bu yagona bo'ldi. Shundan boshqa narsa bilmas edik. Hatto namoz o'qishni ham yoki ibodat qilishni ham, duo qilishni ham bilmagan paytimiz edi. Va 11-sinf bo'lgan paytimda opam orqali men eshitdim. Isa Masih kim? Qanaqa? Degan narsani menga olib keldi. Bu menga gapirib berdi. Xudo yagona, lekin Xudoning oldiga olib boradigan yo'l ham yagona. Bu yo'l Isa Masih, u qutqaruvchi. U sening gunohlaring uchun najot berish uchun bu dunyoga kelgan deb u menga aytganda, men to'liq tushunmadim, lekin men bu qanday ajoyib narsa. Agar Xudo haqiqatan tekin oqlaydigan bo'lsa, tekin jannatga beradigan bo'lsa, bu zo'r-ku deb men uni qabul qildim. Va hayotim shundan keyin o'zgarishga boshladi. Undan oldin hayotim xuddi qorong'u ko'chada ketayotganga o'xshar edi. Shunda men nimani tasavvur qilaman? Masalan, bitta joyga bormoqchi bo'lsak, lekin yo'lni bilmasak, qorong'u zulmatda ketaversak, lekin yo'limizda ariq bormi, tosh bormi, to'siqlarni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun Isa Masih yo'lmi
nurman degan narsani men sekin-sekin keyin tushunib boshladim. Chunki agar yo'lni bilmasam adashishim aniq. Bir marta hayotim beriladi, lekin ertaga men qayerga borishim aniq bo'lmasa, qanchalar qo'rqinchli. Shuning uchun men Xudoni Iso Masih orqali topganimdan keyin bu yo'l yorug' ekanligini va ravon ekanligini, Iso Masih Xudoning oldiga olib boradigan yo'l ekanligini anglab boshladim. Va men shunda Xudodan nima so'rasam, Iso Masih orqali va men tezda buning javobini ko'raverdim. Va men haqiqatan yana amin bo'lib boshladim, Xudo tirik va u meni eshityapti. Va menga eng yoqqan narsa nima bo'ldi? Muqaddas kitob Yuhanna kitobida yozilgan maktubida kimki Iso Masihni Rabbim deb qabul qilsa, u Xudoning farzandi bo'ladi. U na otadan, na onadan emas, balki muqaddas ruhdan tug'iladi deb. Shuning uchun men bu so'zni qabul qildim. Xudoning farzandi bo'lish qanday ajoyib. Aslida biz kimmiz? Loyiq emasmiz Xudoning farzandi bo'lishga, lekin Xudo muqaddas kitobida shunday va'da bergan. Kimki Iso Masih orqali menga ishonsa, men uni farzandim deb qabul qilaman. Shundan keyin Xudo o'zining farzandiga g'amxo'rlik qilish qanaqa ekanligini men sekin-sekin his qila boshladim. Va 11-sinfda tugatgan paytimda ota-onam tomonidan menga bir marta imkoniyat berilgan edi o'qishga topshirish. Men orzu qilar edim Toshkentga borib o'qishni. Birinchi marta ular ruxsat berdi, lekin birinchi martani o'zida meni balim yetmadi, hatto kontraktga ham o'qishga kira olmadim. 98-yilda. Va shundan keyin men uyga qaytib keldim va uyda yana odatdagidek hayot, maktab yo'q, o'sha to'xtagan, juda ham zerikarli, qiynalib boshladim. Shunda men Xudodan yana so'radim. Xudo menga yana bir marta imkoniyat bergin, men yana borishim uchun va o'qishga kirishim uchun dedi. Va ishonasizlarmi, Xudo shunaqa imkoniyat yaratdi, ota-onam boshqa ruxsat bermaymiz degan joyda ajoyib yo'llar bilan men Toshkentga bordim. Bitta dugonam orqali bu yerga borib, vaqtinchaga borib qaytishimiz kerak edi. Va men borib u yerda yana qolishga imkoniyat bo'ldi va men u yerda qolib, to keyingi yil o'qishga topshirgungacha ishlash imkoniyati bo'ldi. Va keyingi yilda men o'qishga topshirganimda u yerda meditsina sohasiga o'qishga kirdim. Shunday qilib, mana Xudoning javobini men sekin-sekin yana ko'ra boshladim hayotda. Va men o'shanda 3 yil tibbiyot kollejini o'qib tugatdim va undan keyin yana qaytishni xohlamadim, chunki 3 yil birpasda o'tib ketadi. Va Xudo men yana nima qilishim kerak? Va Xudo yo'l ochdi menda medinstitutga o'qishga kirishga. Men yana 3 yil oliy hamshiralik bo'yicha ta'lim oldim medinstitutda. O'shandan keyin o'sha 6 yillar taxminan men Toshkentda o'qish imkoniyati bo'ldi. Qanday ajoyib. Shu vaqt orasida men Xudoni yana ko'proq tanib bilishga, Isoning yo'lida ergashganlar bilan tanishib, ular bilan yana yaqinroq bo'lishga imkoniyat bo'ldi. Va men bilar edim, Xudo har kuni mening yonimda. Himoya qiladigan, ta'minlaydigan, har doim g'amxo'rlik qilayotgan Xudo ekanligini men his qilib yashadim. Va men bu narsani har doim hozirgi vaqtgacha ham, umrimda oxirigacha ham his qilaman deb aminman. Shundan keyin men nima turmushga berishga qaror qilishdi. Hali o'qishim tugashiga 1 yil qolgan vaqtda. Aynan mana shu iymon yo'lida, Rabbimiz Iso Masihning yo'lida ergashgan yigitlarni o'sha vaqtda topish juda ham qiyin bo'lardi. Ham bizda shunaqa oilamizda qat'iyatlik bor ediki, ya'ni o'qishga yuborish, o'qitish imkoniyati bo'ldimi, bu degani boshqa kimnidir topib turmushga chiqib ketish kerak degani emas edi. Shuning uchun ota-onamiz kimni xohlasa, shunga turmushga chiqishimiz mumkin edi. Va shundan keyin
mm, ota-onam topgan uzoq qarindoshim bo'lgan yigitga turmushga chiqdim. Unda ham nima uchun men rozi bo'ldim? Chunki menda yoshligimdan shunday narsa bor edi. Birinchidan, oilada qo'rqoq bo'lib o'sganman. Ikkinchidan, menda ko'zimda miopiya, ya'ni e, uzoqni ko'rolmaslik ko'z kasalligi bor edi. Shuning uchun men maktabga borgan vaqtimda bu narsa aniq bo'ldi va men maktabda ochki taqishga majbur bo'ldim. Va birinchi partaga o'tirib doskani zo'rg'a ko'rar edim. Shuning uchun menda juda ham tortinchoqlik, hammadan uyalish, shunaqa narsa bilan men bu narsalar xuddi meni judayam kamsitishga, tortinchoqlikka, ichimdagi narsalarni chiqarishga to'siq bo'lgan. Chunki tengdoshlarim orasida kamsitilgan, masxara qilinganday men maktabda o'qiganman. Oilada ham shuning uchun eng nimjon, kasalman, bir qo'rqog'i o'zim bo'lganman. Shuning uchun e, hamma narsaga nima dosh berib, gapirib, bir narsalarni aytib berishga yoki o'zimiz tanlashga unaqa haq-huquqlarimizni e'tirof etolmaganmiz. Agar men Rabbim Iso Masih meni topib tanlamaganda, men haligacha bu xarakterim va xislatlarimdan o'z kuchi bilan o'zgarib ketolmagan bo'lardim. Xudoga shukr, men mana shu 11-sinfda Rabbim Iso Masihni topganimda. Va o'shandan keyin sekin-sekin hayotim o'zgardi. Va men turmushga chiqadigan vaqtda ham men nimani kutganman? Aynan mening ko'zimdagi muammoni bilgan yigitga turmushga chiqish. Chunki boshqa tanimagan, bilmagan bilan turmush qurib, ertaga voy, ko'zda shunaqa muammosi bor ekan, ertaga ko'r bo'lib qolishi mumkin degan fikrlar kelmasligi uchun men aynan ota-onam tanlagan va meni yaxshi bilgan, iymonsiz bo'lsa ham, Xudoni yaxshi tanimasa ham shu yigitga turmushga chiqishga qaror qilganman. Va u yigitga men to'y bo'lishdan oldin hammasini aytganman. Men Iso Masih yo'lidaman. Siz ham shu yo'lda yurishni xohlasangiz, birgalikda yuramiz deb. Va u rozi bo'lgan. Iso Masih kimligini, haqiqatan bokira qizdan tug'ilgan va hech qanday gunoh qilmay turib bizning gunohlarimiz uchun azob chekkanini u tan olib tavba qildi. Va Iso Masih yo'lida yurish uchun kimdir ustozlik qilishga unda hech kim yo'q edi. U Iso Masih yo'lida yurishga harakat qildi, lekin hech qanday o'sish bo'lmadi. Shu davrlarda demak biz Toshkentda yashab, 1 yil undan keyin qaytishimiz kerak edi. Lekin mening o'qishim uchun xo'jayinim birga borib, o'sha joyda qoldik. Lekin Xudoni tanigan bilan tanishning farqi bor ekan. Chunki erim Xudoni tanigan bilan uni shaxsan tanib bilgani yo'q edi. Qabul qilgan bilan unga hali ergashish nimaligini bilolmas edi. Erkak kishi baribir ayol kishiga ergashib, uning gapi bilan o'sib borolmasligini shu vaqtda men ko'rdim va vaqt o'tdi, yillar o'tdi, lekin mana shu uzoq qishloqdan erim men bilan birga Toshkentga borib qolib, o'sha joyda o'qishim tugash muddati tugaguncha unda o'sha ancha o'zgarishlar bo'ldi. Endi shaharda qolib, yerda ishlab, yashab qolishga o'sha imkoniyatlar yaratildi. Va haqiqatan o'sha yerda qolishimiz kerak bo'lsa, Xudoyim bizga yordam bergan deb shunda so'radik va bizga nima qarz bilan bo'lsa ham Toshkentda uy olish imkoniyati bo'ldi. Va uy oldik. Xudoga shukr, hamma sharoitlarimizni Xudo to'g'rilashga yordam berdi. Ishi yaxshi bo'ldi, keyinchalik mashina oldi. Uyimizda hamma narsalarni taxladik. Avval qizim tug'ildi. 2,5 yosh bo'lgandan keyin o'g'lim tug'ildi. Hatto o'shanda qizim tug'ilishida ham ko'pchilik bu nima ko'zida muammo tufayli tug'ish mumkin emas, tug'olmasa kerak yoki qanaqadir muammolar bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Hatto doktorlar ham.
Lekin Xudoga shukr, Xudoning mo'jizasi bilan qizim o'zi tabiiy fiziologik yo'l bilan tug'ilishga Xudo kuch berdi. Qizimni ham, undan keyin o'g'limni ham hech qanaqa operatsiyasiz o'zim tug'dim. Bu Xudoning mo'jizasi, Xudoning kuchi bilan. Menda hech qanday ko'zimda o'zgarish bo'lmadi. Va men Xudodan so'rar edim o'sha vaqtda, Xudoyim, mendagi nuqsonlar, mendagi kasalliklar hech qachon bolalarimga o'tmasin. Men mana shu narsadan xavotir olar edim. Chunki men o'zim yaxshi ko'rolmaslikdan qiynalganim uchun bolalarimda bu narsani ravo ko'rmasdim. Va har doim ibodatimda so'rar edim, Xudoyim, meni ko'zlarimga shifo bergin. Meni ko'zimda nimadir qorong'i bo'lib qolib, yo'limni topolmay, ko'r bo'lib qolishimni sen xohlamaysan. Va Xudoga shukr. Bir emas, 2 farzandli bo'ldim. Undan keyin ham ko'zimda muammolar bo'lmadi. Aksincha, yana keyin o'zgarish, Xudoning shifolarini men his qilib boshladim. Va albatta Xudo osmondan turib to'p etib mo'jiza ko'rsatmasa ham qanaqadir shifokorlar orqali imkoniyatlar berdi yaxshilanishi uchun. Buni keyinchalik operatsiya yo'li bilan to'g'riladim, faqat ancha yildan keyin. Chunki bolalar tug'ilib bo'lgandan keyin, yosh katta bo'lgandan keyin operatsiya qilish mumkin degani uchun keyinchalik operatsiya qildirdim. Xudoga shukr, ko'zlarim hozir juda yaxshi. Bu ham Xudoning bir mo'jizasi. Chunki operatsiyadan keyin ham garantiya yo'q edi. Chunki menda miyopiya judayam yuqori darajada edi. 1 metrdan u yog'ini ko'ra olmas edim. Shuning uchun hozir men mana shu ko'z bilan hozir bemalol mashina hayda olaman, yo'limda yura olaman, dars beraman, kitob o'qiyman. Achkisiz bemalol hamma narsani ko'ra olaman. Hozir faqat profilaktika uchun oldini olish maqsadida taqaman, lekin judayam Xudodan minnatdorman, mening ko'zlarimga shifo berdi. Va men bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim aslida bu emas. Faqatgina bu emas. Chunki Xudoning mo'jizasi bu mening shifo topganimdan tashqari mening hayotimda yana nimalar qilganim. Men erim bilan 7 yil davomida birga yashadim. Shu bir qiz, bir o'g'lim bo'lgandan keyin erimda ancha dunyo bilan yashash qiziqishlari ortib bordi. Mana o'shanda uning ishlari yaxshilandi, pullari ko'paydi, lekin oiladan sovish boshladi. Chunki erimning oila a'zolari o'zlari bizning oilamizga judayam ko'p yomon ta'sir berdi. Va mana shu yomon ta'siri bizning oilamizning buzilishiga sabab bo'ldi. Erimning o'zi keyinchalik mana shu narsalarni hazm qila olmasdan xiyonatga yo'l qo'ydi. Men buni birdan sezmadim. Sekin uning xarakterlari o'zgarib boshladi. Oilaga qiziqishi pasayib ketaverdi. Bolalarga qiziqish pasayib, hayron qoldim nimaga. Har safar uyga kech keladigan, birga ovqatlanish odatlarini o'zi yo'qotib boshladi. Keyin men shubhalanib keyin aniqlab bilsam, o'zi u xiyonat qilyapti. Shunchalar o'sha vaqtda men o'zi yuraklarim tugab bo'ldi uning xiyonatini eshitib, ko'rib, u tan olgandan keyin o'zi dunyo tor bo'lib qoldi. Lekin yana Xudoning oldiga kelib, "Ey Xudoyim, nima qilishim kerak? Nima uchun shunaqa bo'lyapti?" Hatto ba'zan kechqurunlari yig'lab turib duo qilar edim. Xudoyim, menga yordam ber. Menga sabr toqat ber. Men qanday buni hazm qilishim kerak? Qanday yengib o'tishim kerak? Lekin kutyapman, unda o'zgarish bo'lmayapti. Erimning hayot tarzi buzilib ketyapti. Lekin men tugab ketyapman. Uning xarakteri, uning hayoti, hatto men bilganimdan keyin u shunaqa xiyonatini yanada ham kuchaytirib yubordi. Bemalol oshkorasiga bo'lib qoldi. Sabr qilib, Xudoyim kutdim, oila a'zolari bilan maslahatlashib, nima qilish kerak, qanday. Uning oila a'zolarining birontasi uning xatosini o'ziga aytib, shunaqa qilyapsan deb yo'ldan qaytarishga harakat ham qilib ko'rishmadi. Lekin mening oila a'zolarim, ota-onam, opa-ukalarim
muddat berdi. Xo'p, 3 oy kutaylikchi, 6 oy kutaylikchi, balki o'zgarar, balki o'zgarar. Yo'q, erimda hech qanday o'zgarishni ko'rmadim. U dunyoda boshqa bir ayolni sevib qolgan edi. Endi u qanday ayol aytsam hatto a, o'zim uyalib ketaman-da. Shunchalar ko'chaning fohisha ayolini sevib qolgan edi-da u. Qanday sevgi bilan sevdi? Endi albatta bu Xudoning sevgisi bilan to'g'ri sevgi emas. Bilmayman, ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Keyin men uning hayotidan chiqishga qaror qildim. Agar haqiqatan boshqa ayolni sevsangiz, u bilan yashashni xohlaydigan bo'lsangiz, men chiqaman. Lekin u xohlamadi. U ham meni qo'yib yuborishni xohlamas edi, ham o'sha boshqa ayolni. Lekin men bu narsaga ko'p chidolmadim. Xudoyim, shuncha vaqtgacha kutaman, shuncha vaqtgacha chidayman deganim bilan ham o'sha bardoshim, ruhiyatim o'sha ko'tara olmadi. Men qaror qildim, oilamni tashlab, o'z holiga qoldirib men chiqib ketishga. Men orzu qilgan shu Toshkentda o'qidim, yashadim, lekin yana o'zim qaror qildim uni tashlab, o'z ona yurtimga, o'z ota yurtimga qaytishga. Chunki bunday hayot menga baxt bermayotgan edi. Bunday azobli hayotni men hech kim ko'rishni xohlamayman. Lekin mana shu hayotni o'zim tashlab kelishdim. Qaror qilib, 2 ta bolamni oldim. O'sha paytda bolalarim 5 yosh va 3 yosh edi. Ularni faqatgina kiyimlarini olib, hatto pul ham olmasdan hamma narsani, uy, mashina, hamma komfort sharoitda erimga qoldirib, men Surxondaryoga qaytganman. Men aslida shu yerda tug'ilib o'sgan edim va yana shu yerga qaytdim va men mana shu yerda 0 bilan keldim-da, 0 bilan. Xudo aytgan, har doim menga umid bog'lagin. Men seni hech qachon tashlab ketmayman va tark etmayman deb muqaddas kitobda yozgan. Shuning uchun umidimni men Xudodan uzmadim. Chunki menda faqat Rabbim Iso Masih orqali Xudo meni eshitayotgan edi. U meni farzandim deb qabul qilgan va Xudoyim meni hech qachon tashlab ketmaydi degan umid mening yuragimda alanga olar. Va men Xudoga aytdim, Xudoyim, menda hech narsa bo'lmasa ham, hatto erimning xiyonati ham, ota-onam yonimda bo'lmasa ham, hech kim yonimda bo'lmasa ham, Xudoyim, sen meni qoldirmaysan. Chunki Zabur 22-sanoda yozilgan, egam mening cho'ponimdir. Men muhtojlik ko'rmayman aslo. U meni yam-yashil yaylovlarda yotqizar, orombaxsh suvlar bo'ylab yetaklab borar. Jonimga u tetiklik kiritar, o'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar deb yozilgan Xudoning so'zlari menga qayta eslataverardi. Xudoyim men bilan. U mening cho'ponim va u meni hech qachon tashlab ketmaydi. Va men umidimni faqat Xudoga bog'ladim. Va shunda men 0 bo'lgan holatimda ham Xudoyim ko'chada qoldirmaydi. Xudoyim bolalarimni och qoldirmasligi. Xudoyim nimadir qilishiga men umid bog'lab qaytdim. Va u bilan men 1 yil davomida opamning uyida yashadim. Va shu yerda 1 yil davomida faqat yuragim qon yig'lab, chunki u yerda erimning qilgan xiyonatidan tashqari boshqa zarbalar ham bor. Mening yuragim pichoqlanib, tamom bo'lib, tugab bo'lgan holatga kelib qolgan edi. Mening ruhiyatim sinib, ezilib qolgan edi. Xudo aytgan, men ezilgan ko'ngillarni ko'taraman. Qalblarga shifo beraman deb aytgan. Shuning uchun biz faqatgina yo'q bo'lgan paytda yoki qiyin ahvolda emas, balki Xudoyimiz bizni qodir egamiz bu har doim bizning yonimizda ekanligini biz his qilishimiz kerak. U hech qachon bizni tashlab ketmaydi. Va bu narsaga men amin bo'ldim. Men mana shu yo'qchilikka kelganimda 2 ta bolani o'zim katta qilishim kerak. Qayerga boraman, qayerda yashayman men bilmayman. Lekin Xudo bizni ko'rib turibdi. Bizga kerakli bo'lgan hamma narsani Xudo berib
qilishga qodir. Faqatgina bizda ishonch kerak. Iymon bo'lsa Xudoyim beradi. Va mana shu yerga keldim, borib men endi ishga joylashishim uchun harakat qilishni boshladim. Va opam bilan birgalikda biz kasalxonaga borganimda hech qanday shartsiz meni ishga oldi. Yangi glavvrach o'sha vaqtda saylangan ekan, ya'ni bosh shifokor meni shunday ishga oldi. Bizga sizga o'xshagan shunaqa kadr kerak deb va men ishlab boshladim. Unda har kun ishlash kerak edi. Men aytdim, har kun ishlab boshladim, lekin oyligim yo'lim bilan obetimdan ortmaydi. Shunda men aytdim, men har kun yurishni xohlamayman. Men ko'proq bolalarimga vaqt ajratishim kerak. Ular mening hayotim hozir. Men butun hayotimni bu ishga bag'ishlay olmayman. Menga osonroq va haftada bir marta keladigan ishga o'tkazib bering deb iltimos qilib bordim. Va shunda u afsuslanmaysizmi keyin dedi. Yo'q dedim. Keyin bir haftadan keyin ishonasizmi, bu ham Xudoning mo'jizasi. Men 3 oy, 4 oy ishlagandan keyin o'zi borganimda bir haftadan keyin meni navbatchilikka o'tkazdi va haftada bir marta borib kelaman, baribir o'sha oylik. Qolgan vaqtlarim bemalol bolalarim bilan vaqt o'tkazishga va qurilish qilishga imkoniyat bo'ladi. Mana bu ham Xudoning bir mo'jizasi bo'ldi. Ishga joylashdim. Endi qayerda yashash muammo. Va shu vaqtlarda bilasizmi, birinchi bo'lib men mana shu yerga qaytib kelganimda ukam Koreyaga ketishga viza ochildi. Viza topshirib, imtihonlar topshirib qo'ygan edi, lekin ketish bo'yicha viza kelmagan edi. Bu ham Xudoning men uchun qilgan marhamati deb o'ylayman, chunki iymon bilan o'shanda biz so'ragan edik. Ukam nimaga ketishi uchun, Koreyaga borishi uchun va o'shanda uning vizasi chiqib Koreyaga ketadigan bo'ldi. Koreyaga ketdi va birinchi bo'lib ishlagan oyligini men uchun tashlab boshladi. Ishonasizlarmi? U o'zida qarzdorlik, o'zida muhtojlik, o'zida hali juda ko'p muammolar bor edi. Lekin Xudoning qilgan ishini qarang. Xudo osmondan uyni tashlamaydi. Xudo osmondan pulni tashlamaydi. Yordam beradigan kimnidir siz uchun yuboradi. Faqat ishonsangiz bas. Xudoyim hamma narsaga qodir. U sizga kimni yuborishni biladi. Ana o'shanda menga ukamni yubordi. Ukam u Koreyaga borib ishlab, 2 yil davomida men uchun ishlab, u men uchun yer sotib oldi, uy ko'tarish uchun mablag' to'plab berdi. Va ishonasizmi, 1 yildan keyin biz o'sha yer sotib oldik, uy qurishni boshladik. 3 oyda uyning tomi bitib boshladi. 3 oyda. Bu mo'jiza. Hech kim hatto mana shu yerda shunday uy qurishni boshlaganda 3 oyda shunaqa tez bitkazish imkoniyati kam. Lekin menda hech kim yo'q, erim yo'q, nima yo'q, ota-onam o'zlari bilan qiynalgan. Lekin otam, onam mana shu yerda tirgak bo'lib turib, ukamga davay yordam berish kerak. Buni ko'chaga qoldirish kerak emas. Davay hammamiz birlashib yordam beramiz deb ular birgalikda uy qurishdi. Mana shu uyni qurishimiz uchun faqat ayollar ishtirok etganmiz. Agar buni aytib bersam, ishonmaysizlar. Biz o'zimiz qurilish tushunmaymiz. Lekin shunday ajoyib katta qilib uyni Xudoyim qurib berdi. Buning proyektini, uning qurilishi boshidan oxirigacha Xudoyim turgan deb o'ylayman. Va mana shu 3 oydan keyin o'sha biz bu uyga ko'chib kirdik. Narsa qaramizda ham ko'chirib keldik. Va mana shu uy hozirgi kunda Xudo uchun xizmat qilyapti. Xudoga xizmat qilsin mana shu uy deb biz ibodat qilgan edik. Va hozirgacha mana shu uyda mehmon keladi, ketadi, kimdir keladi, dam oladi yoki oilasi bilan janjallashib qoladimi, nimadir panoh kerak bo'lsa, mana shu uy asqotadi-da. Shuning uchun Xudoga rahmat deyman, mana shu uy Xudoga xizmat qilayotganda. O'shanda men qaytib kelganimda bu uyni qurilishi uchun bilasizmi, qancha ustalar ishladi, qancha odamlar ishladi. Lekin odamlar balki meni qo'li bilan ko'rsatdi,
kimdir noto'g'ri o'yladi, nima deb o'yladi men bilmayman. Lekin men hech qachon endi boshqa erga tegmaslik uchun qaror qildim. Nima uchun? Chunki muqaddas kitobda birinchi Korinsklar 7-bobda Xudo yozgan. Xotin kishining eri tirik ekan, uning boshi bog'liqdir. Agar eri o'lsa, u istagan kishiga turmushga chiqishi mumkin. Faqat u erkak Rabbimiz Isoga tegishli bo'lishi kerak. Ammo menimcha o'sha ayol kunligicha qolsa, u yana ham baxtli bo'ladi. Ishonamanki, menda ham Xudoning ruhi bor deb aytgan so'zlari menga kuchli ta'sir qildi. Va men o'shanda nima narsaga qaror qildim? Erim tashlab ketgan bo'lsa, erimni men tashlab kelgan bo'lsam ham, erim shunaqa xiyonat qilib, o'zim yolg'iz bo'lsam ham, men Xudo bilan baxtli bo'lishimda ayn. Chunki Xudo shunaqa va'da beryapti. Men bilan yolg'iz qolsa, u yana ham baxtli bo'ladi deb. Shuning uchun biz baxtni ko'pincha oiladan, erimizdan izlashga harakat qilamiz, lekin u erlarning o'ziga ham, u erkaklarga ham har doim kimnidir sevgisi kerak bo'ladi-da. Faqatgina Rabbimiz Iso va Xudo bu cheksiz sevgi manbai. U shunchalar to'ldirdi. Men hech qachon xohlamayman oilalar buzilishini, ajralishini. Lekin oilani Xudo bergan. Erkak ham, ayol ham bir-birini sevib, qo'llab-quvvatlasa, shunda chiroyli hayot bo'ladi-da. Lekin kimdir xiyonat qilsa, Xudo aytgan, agar kimdir xiyonat qildimi, ajralish mumkin. Nima uchun? Chunki ayol kishini ham Xudoyim shunaqa ezilib, ruhan tugab qolishini xohlamaydi. Shuning uchun ham bitta erkak kishiga bitta ayol kishini yaratgan. Hatto ko'zing bilan ham sen boshqa kishiga qarasang zino qilgan bo'lasan. Agar shahvat bilan qarasang degan. Shuning uchun bu dunyo shaytonniki. Erkaklarning eng ojiz taraflarini balki shu tarafdan ushlashi mumkin. Ayollarning yana boshqa tarafidan. Lekin agar biz Xudoga qaramasak, bu dunyoning hirsa havaslariga berilib ketish hech narsa emas ekan. Shuning uchun erkak kishiga bitta ayol berildimi, uni sevib, g'amxo'rlik qilib, himoya qilib, umrini oxirigacha baxtli qilish vazifasini va burchini Xudoyim bergan. Undan boshqasiga qaradimi, u oila hech qachon baxtli bo'lmaydi. Balki shuning uchun ham Xudoyim xiyonat qilsa ajralishga ruxsat bergan. Shuning uchun ham men chidab, kutib oxiri shu qarorga kelganman. Yo'q, bo'ldi, men boshqa o'zi ko'tara olmayman. Boshqa bu yukni ko'tara olmayman deb Xudoyimga aytganman. Shunda Rabbimiz Iso muqaddas kitobda nima degan? Ey og'ir yuk ostida qiynalib horib tolganlar, mening huzurimga keling. Men sizlarga orom beraman, chunki men beradigan yuk yengildir degan. Haqiqatan ham men hamma yuklarimda sekin-sekin hamma dardlarimni, og'riqlarimni, tashvishlarimni Xudoga berishni o'rgandim. Va Xudoyim hammasini sekin hal qilib, bu yukni ustimdan olganda men erkin nafas olib boshladim. Va bu baxt qanaqa yaxshi ekanligini bildim. Chunki Xudoning sevgisi bu cheksiz sevgi. U bizni erimizdan ham, oilamizdan ham ortiq sevishini men his qildim. Haqiqatan Xudoning sevgisi bu ajoyib. Uning chek-chegarasi yo'q. Men hayotimda buni ko'rdim va baxt nima ekanligini his qildim. Shunchalar erkinlik va ozodlik nima ekanligini his qilib ko'rdim men. Va men kuchlandim. Men yoshligimda qanchalar qo'rqoq, ojiz bir kasalman. O'z fikrini yetkazib bera olmaydigan, xuddi palag'da tuxumga o'xshagan bir oilada har bitta oilada bitta bo'lganday, o'sha men edim. Lekin Xudo meni hayotimda mana shu yomonliklar orqali meni hayotimni shunday tikladi. Men Xudoyimga hozir million marta rahmat aytaman. Mana shu boshimga tushgan yomonliklarni ham Xudoyim shunaqa yaxshilikka aylantirgan. Chunki Xudo muqaddas kalomida aytgan, sen xayol qilgan, hatto so'raymasingdan ham sen so'ragan va xayol qilganingdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajadagi qodir Xudoman deb aytgan-da. Shuning uchun biz orzu qilishdan, xayol qilishdan
cheklanib qolmasligimiz kerak. Hatto bizni xayolimizga kelgan narsadan ham ortig'ini bajarishga faqat Xudoyim qodir. Shuning uchun men Xudoning buyuk qudratiga tayanib, uning bergan va'dasiga tayanib men hayotimni tiklab boshladim. Mening hamma yuragimdagi yaralar shifo topdi. Hayotim o'zgardi va men o'zimda ishonch, erkinlikni va baxt nima ekanligini his qildim. Va bu narsani men bolalarimga bera oldim, atrofdagilarimga bera olyapman. Agar men Xudodan bu narsalarni olmaganimda edi, men bolalarimni qanday tarbiyalagan bo'lardim? Atrofdagilarga qanday men munosabat qilardim? Qanday ishlab ketardim? Men shunchalar tiklandim. Odamlar hozir menga qaraganda, eri yo'q odam qanday shunchalar baxtli bo'ladi deb hayron qoladi. Chunki bu dunyoda ajrashgan ayollar juda ham ko'p. Menga o'xshab xiyonatning ta'mini tatib ko'rganlar juda ham ko'p. Lekin men ularning ko'zlarida faqat yoshni ko'raman. Har doim azobni ko'raman. Har doim eski hayotidagi yukni ko'raman. Ularni ko'rganim. Shuning uchun ham Xudo balki meni shundaylarga dalda berish uchun ham bu sinovlardan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Boshimga tushgan har qanday yomonliklarni Xudoyim yaxshilikka aylantirdi. Men hozir Xudoyimga rahmat deyman. Mayli, shuncha narsa boshimga qancha azoblar tushdi. Men bu azoblarni har birovini hozir sizlarga aytib o'tirishni lozim ko'rmayman. Lekin mening o'sha holatlarimda men hech kimga ravo ko'rishni xohlamayman. Chunki mendagi azob, mendagi o'sha hissiyotlar, o'sha yuragimdagi og'riqlardan hozir asal ham qolmagan deb ayta olaman. Chunki bunga faqatgina Rabbimiz Iso Masih orqali Xudo shifo berishga qodir. Va mening yuragimda tinchlik, sevgi, xotirjamlik borligi uchun men hozir o'zimga o'xshagan ayollar bilan bemalol gaplasha olaman, ularga dalda bera olaman va hayot bu Xudoning kuchi bilan davom etish mumkin ekanligini men ko'rsata olaman ularga. Shuning uchun ular menga qaraganda, nimaga siz shunchalar baxtlisiz? Nimaga siz shunaqa xursandsiz? Nimaga tinchsiz? Nimaga siz xohlamaysiz boshqa erga tegishni? Voy, yo'q, boshqa erga men tegishim mumkin emas, chunki mening erim tirik. U tirik bo'lgani uchun ham men boshqaga tegishni xohlamayman. Men o'z bolalarimni begona erkakning qo'lida tarbiya topishni xohlamayman. Men Xudo bilan baxtliman. Men Iso Masih bilan baxtliman deb men bemalol ayta olaman. Va men shu narsani qisqa qilmoqchiman. Sizlarga hozir yana Xudoning bitta mo'jizasini aytsam, erim mana shu o'z hayoti bilan qoldi. O'sha sevgilisi bilan qoldi. Unga men uy, mashina hamma narsani qoldirib kelgan edim. Hatto pullar, uy hujjatlari hamma narsa unda qolgan edi. Lekin ishonasizlarmi nima bo'ldi? Unda hozir hech narsa qolmagan. Hatto 1 yildan keyin men qoldirib kelgandan keyin 1 yildan keyin unda hamma narsa o'z-o'zidan yo'q bo'ldi. Men bilmayman qanday bo'ldi, lekin hamma narsa yo'qoldi. 4 yildan keyin uning o'sha sevgilisidan bitta bolasi tug'ilganini eshitganimdan keyin men ajralishga qaror qildim. Alimentga berishga qaror qildim. O'shanda hatto bilasizlarmi, bolalarimga aliment to'lashga ham u pul topib bera olmadim. Va u yana kelib, mendan iltimos qildi. Agar yo'llarimni ochib bersang, men Rossiyaga borib ishlamoqchiman. Va men yana nima deyman? Xudoni bilganim uchun xohishingiz. Chunki aliment to'laydigan odam O'zbekistondan tashqariga chiqish mumkin emas qonun bo'yicha. Lekin men bu qonunni yana alimentni bekor qilib, yo'llarini ochib berdim. Nima uchun? Xudoni bilganimiz uchun. Xudo, men aytdim, men Xudoning farzandiman. Agar bolalarimizning haqqini bermasangiz, Xudodan hech qachon yaxshilik topmaysiz. Qayerda bo'lsangiz ham mana shu tirik Xudo tarbiya beradi sizga. Deb uning yo'llarini ochdim va u qachon xohlasa u va'da berdi, har oyda tashlab turaman deb. Lekin har oyda tashlamadi. Lekin nima bo'ldi? O'sha joyda ishonasizlarmi? 8 yil davomida ishladi. Lekin u pul topish o'rniga faqat pul yo'qotib keldi. Hozir endi bizning ajralganimizga 15 yil vaqt o'tdi.
15 yil o'tdi. Mana shu 15 yil mobaynida erimni Xudo shunchalar tarbiyalab, sindirib, undagi mag'rurliklarni, uning xatolarini o'ziga ochib ko'rsatib berib, u shunaqa tavbaga kelib boshladi. Va 3 yil avval menga telefon qilib, u telefonda mendan kechirim so'rab, necha martalab tavba qildi. Bu ham Xudoning bir mo'jizasi. Chunki Xudo meni yuzimda oqladi. Men aybsiz ekanligimni unga isbotlab berdi, ochib berdi. Bu ham nima aytgan? Kalomda aytilgan. Agar yo'llaring Xudoga to'g'ri kelsa, hatto dushmanlaringni ham oyoqlaring ostiga keltiraman degan. Yana shunday degan Xudoyim. Agar menga ishonsang, seni yuzing hech qachon shuvut bo'lmaydi deb va'da bergan. Shuning uchun Xudoga to'g'ri yashasakchi, Xudo hatto dushmanlarimizni ham oyoqlarimiz ostiga olib kelishga qodir. Ana o'shandan beri kechirim so'rab, yaqinda u Rossiyadan qaytib keldi, lekin endi qarangki, u imkoniyat so'rayapti. Endi uning hayotida o'sha sevgan ayoli ham yo'q, o'sha orttirgan bolasi ham yo'q, puli ham yo'q, uyi ham yo'q, ishi ham yo'q, lekin shunaqa Rossiyaga boryapti, kelyapti, ishlayapti. Hamma puli qayergadir uchib ketyapti. Qayergadir ko'p pul topadi, lekin uchib ketadi. Qarzga kiradi, nimadir bankrot bo'ladi, avariya bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, boshi balodan chiqmaydi har safar. Nima uchun? Chunki Xudoning farzandiga qilingan har bitta qilg'iliklari, har bitta ishlari uchun balki bilmayman, Xudo tarbiya berayotgan. Bilmayman. Lekin kechirim so'ragani uchun men kechirdim. Chunki Xudo nima degan? Men seni qanday kechirgan bo'lsam, sen ham boshqalarni shunday kechirgin. Va men kechirdim, yuragim taskin topdi va har safar yig'lab bu narsalarni, og'riqlarni ichidagi hamma narsamni chiqarib yubordim va to'liq kechirdim. Hozir men bu voqealarning hammasini oddiy holat, oddiy voqea kabi eslayman. Lekin o'sha vaqtlarda bu sinovlardan o'tish oson bo'lmadi. Va o'shandan keyin ham menda hozir 15 yil davomida mana ersiz baxtli Xudo bilan yashash ajoyib ekanligini men ko'rdim. Buni bolalarim ham ko'rdi. Bolalarim ham Xudoning tarbiyasi bilan o'sdi. Xudoga shukr. Mo'jiza bo'lib, qizim institutga, budjetga o'qishga kirdi. O'g'lim mana bu yil maktabni bitirib, endi uni ham hayotida Xudoning nimadir rejasi bo'lsin. Shuning uchun bolalarim ham, men ham Xudoyimga tegishli bo'lganimiz uchun ham hayotimiz shunchalar tinch va osuda, baxtli yashayapmiz. Baxt bu kimdir orqali emas, Xudo orqali eng katta baxt ekanligini men hayotimda ko'rganim uchun bu narsani sizlar bilan, aziz tinglovchilar bilan bo'lishni xohladim va bu narsalar sizlarga qanaqadir dalda, qanaqadir nimalarnidir tushunishga yoki nimalardir taskin berishga foydali bo'lsa, men xursand bo'lgan bo'lardim. Va endi men sizlardan yana bitta narsa so'ramoqchiman. Mana men kechirdim erimni, lekin qabul qilmaslik endi men uchun yana bitta sinov, so'roq bo'lib turibdi. Qanday qilishim kerak? Shunchalar menga azob bergan, menga xiyonat qilgan odam o'z xatolarini tushunib qaytib kelganda endi men nima qilishim kerak? Mana shu narsani men endi tanlov oldida turibman. Xudoyim nima xohlaydi, men Xudodan so'rayman. Va sizlardan ham bu narsani kutib qolaman. Balki kommentariyaga yozasiz. Siz mening o'rnimga bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Qanday yo'l tutsangiz to'g'ri bo'lardi? Shuning uchun nimadir menga fikr bildirishni xohlasangizlar, men buni qabul qilaman va sizlarning ham fikrlaringiz men uchun qiziq bo'ladi. Shuning uchun mening hayotimdagi bo'lgan narsalarni qisqacha qilib hozir aytib berdim. Agar zerikib qolmagan bo'lsangizlar, charchab qolmagan bo'lsangizlar, bu narsani tugatmoqchi edim. Katta rahmat, hammalaringiz Xudoyim marhamatlasin. Bobur opa, rahmat sizga. Shunday samimiy bo'lib, shu hayotingizdagi bo'lgan voqealarni ochiq aytib berganingiz uchun, baham ko'rganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman va to'g'risi o'zim ham endi birinchi marta eshityapman.
Shuning uchun, juda ham ta'sirlandim. Albatta, buni aytish uchun katta jasorat kerak va buni odam eshitib o'zim to'g'risi sizni holatingizni oz bo'lsa-da his ko'rmoqchi bo'ldim, lekin bu уже nima desam bo'ladi, tasvirlab bo'lmaydi. Chunki bu xiyonatni va bu mana shunaqa bir zarbalarni qabul qilish uchun juda ham metin irodali bo'lishi kerak odam va hamma ham buni ko'tara olmaydi va ko'p depressiyaga uchrab sinib ketadilar ayollar. Misol uchun bunaqa nimadan keyin. Lekin mana biz sizni hayotingizda ko'ryapmiz. Siz Xudo bilan bu narsani qanday yengib o'tganingiz, qanday qilib mana shu darajagacha Rabbimiz Iso sizni qo'llab-quvvatlab, sizni yoningizda bo'lgan ekanligi, hayotingizda tirik Xudo bor ekanligi namoyon bo'ladida. Ya'ni bunaqa g'alabani orqasida Rabbimiz Iso Masih bor ekanligi yana bir marta namoyon bo'lyapti. Oxirida gap aytdingiz anaqa erimning hayoti keyin ya'ni omadsizliklar ko'p, har xil nima desa bo'ladi, har xil vaziyatlarda erimning hayoti o'xshamadi deb aytyapsiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu ayol qarg'adimikan debdi. Lekin muqaddas kitobda aytadiyu, qasos olmanglar, men o'zim sizlar uchun qasosga o'ch olaman deydi. Ya'ni siz kechirdingiz. Biz даже mana hattoki men Rossiyaga chiqishim kerak deb iltimos qilganida yo'llarini ochish uchun ruxsatnomalar berdingiz. Xullas, buni hamma ham qila olmaydi. Agar o'zi bir ishi bilan shunaqa bir boshi nima deydi, bir ish tushib sizni oldingizga kelganida odamlar qabul ham qilmaydi. Kerak bo'lsa ular o'zidagi shu kechirimsizlik, nafrat nimalarini sochib oladi yoki u nimadir bo'lib ketganda yoki ishlari o'xshamaganda rohatlanadida. Misol uchun dunyoda hali Xudo qani bilmagan insonlar atrofimizda qarang, ko'pchilik shunday maza qiladi misol uchun. Lekin mana sizning qilgan qaroringiz bizni ichimizdagi muqaddas ruh bor ekanligini yana bir namoyon qiladida bu narsa. Guvohlik bo'la oladi. Xudoga shukr, shunchalik qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan, shunchalik hayotingizdagi sinovlarga qaramasdan, lekin Xudoga bo'lgan sadoqatingiz, iymoningizda turib, Xudo bilan hammasini yengib o'tganingiz bu albatta sharafli va bilmaymiz endi bu narsalar nima uchun bo'ldi hayotingizda. Balki buni Rabbimizni oldiga borganimizda yana ham bilamiz. Nega endi meni hayotim shunday bo'ldi, nega bunaqa qiyinchiliklar bo'ldi deb. Lekin biz yana bitta narsani men shuni xulosa qilib bilyapmanki, aynan bunday qiyinchiliklarga uchragan, qiynalgan va mana shu vaziyatda o'tayotgan insonlarga ham siz to'g'ri dalda bera olasiz, to'g'ri nasihat bera olasiz. Xudoni ko'rsata olasizda. Chunki agar buni boshidan o'tkazib ko'rgan insongina bu narsani tushuna oladi. Ya'ni eridan xiyonat olgan yoki ajralgan ayol yoki yolg'iz ayollarga siz bemalol maslahat bera olasiz. Xudoni ko'rsata olasizda. Balki shu uchun ham Xudo sizni kerakli idish qilish uchun ham ba'zida shunaqa bir sahrolardan deymizmi, shunaqa bir olovlardan olib o'tgan bo'lishi mumkinda. Endi buni albatta to'liq bilmaymiz. Lekin mana Xudo guvohligingizdan o'zim xulosa qilyapman. Xo'p, mana bundan keyingi ayollarga, opalarimizga, singillarimizga siz o'zingizda shu maslahat bera olasiz, yo'lingiz orqali tirik guvohlik bera olasiz. Misol uchun hozir ham bizni tinglayotgan insonlarda mana ko'pchilik Instagramda ham tingladi, ko'p yozdi menga kommentariyada Instagramda. Ular uchun foydali bo'ldi o'ylaymanki. Haqiqat emas. Agar qanaqadir bir shunaqa bir sizni yo'lingizda kimdir agar o'tayotgan bo'lsa, umidsizlikka tushib qolganlar bo'lsa, hattoki shunday vaziyatlar bo'lganki, odamlar o'zini joniga qasd qilish darajasigacha borganda bu narsani ko'tara olmasdan. Lekin aynan shunday opa-singillarimiz uchun, shunday bir vaziyatda bo'lgan insonlar uchun o'ylaymanki, umid xabari bo'ldi. Xudoni qadrlaymiz. Biz Xudoni ijodimiz va Xudo bilan hammasini yengib o'ta olamiz.
faqat buni hayotimizda chaqishimiz kerak. Mana yolg'iz ayolni aziz tinglovchilar ko'ryaptilar. Xudo uni tashlab qo'ymadi. Hattoki mana nol bo'lgan holatda kelib, shu o'zini qishlog'iga kelganda ham Xudoning mo'jizalarini ko'rib, Xudoning ta'minotini, g'amxo'rligini, sevgisini ko'rib, mana bizga guvohlik beryapti. Xudoga shukr, shunday ikkita farzandni tarbiya qilishda Xudo sizga donolik berdi, jasorat berdi, iroda, sabr, toqat. Buning hammasi o'ylaymanki, insoniylik bilan qiyin-da bu narsani yengib o'tish yoki bu narsada yashashda inson odam bardosh bera olmaydi. Lekin Rabbimiz Iso bilan buning imkoni bor. Siz har bitta vaziyatda boya muqaddas kitobdan kalomlar, oyatlar keltirdingiz. Mana aynan mana shu Xudoning so'zi odamga kuch bag'ishlaydi va umid beradi. Shunday ekan azizlar, agar kimgadir muqaddas kitob o'qishga ularda qiziqish bo'lsa, agar hali kimdir o'qimagan bo'lsa, hali kimgadir bu notanish bo'lsa, muqaddas kitob Play Marketda onlayn tarzda yuklab olib, o'qishlaringiz mumkin. Muqaddas kitob deya nomlangan. Xudoga shukr, bugungi jonli efirimizdagi guvohliklaringiz uchun barobar rahmat. Xo'p, Yana ozgina qilsam maylimi? bizada ozgina vaqt bor efirimiz tugashiga. Gapiring. Hozirgi vaqtda men уже endi ikkita joyda ishlayman. Chunki mana bolalarim kichkina bo'lgan vaqtda bitta joyga hamshira bo'lib ishladim. Bolalarim maktabga chiqqandan keyin bu ham Xudo bo'lsa kerak. Chunki bolalariga yaxshiroq qarasin degan maqsadda balki ikkinchi ishga ruxsat bermadi-da. Bolalarim maktabga chiqqandan men уже med kollejda o'qituvchi bo'lib ishga kirdim. Hozirgacha men hozir ikkita joyda ishlay olaman. Ham kasalxonada ishlayman, ham medtexnikumda tibbiyot fanlaridan dars beraman. Xudoga shukr, hamma qurilishlarimiz tugab, sharoitlarimiz yaxshi bo'ldi. 10 yil davomida bitkazib bo'ldik. O'sha nimadan beri 10 yil davomida qurilish bo'lib, hamma sharoitlarimni qilib, hatto mashinalar oldim. Uy bitdi, bolalarim o'qiyapti. Odamlar o'zi meni biladi, kimligimni. Oldin balki qanaqadir fikrlarda qaragan bo'lsa, voy o'zi yomondirki ajralib kelgandir. Voy uyida shuncha usta ishlayapti, to'g'ri bo'lmasa kerak o'zicha degan fikrlar bo'lgan bo'lsa ham, lekin hozirgi paytda biladi men kimligimni. Men Xudoga ishonishimni, Iso Masih yo'lida yurishimni va men qanchalar baxtli va tinch hayot kechirayotganimni ular ko'rib, men bilan yaxshi munosabatda. Hurmat qiladi, qadrlaydi. Hatto ishxonadagilar ba'zan mana shu aytganingizdek yolg'iz ayollar bilan biz yaxshi chiqishib, ularni ko'p tomonlama dalda shunaqa suhbatlarimiz bo'ladi. Hatto ba'zi bir dugonalarim hayotlari o'zgardi. Ajrashgan yoki eri o'lgan shunaqa dugonalarimning hayoti o'zgarganidan men ham xursand. Va men boshqalarga ham nimani aytib maslahat berishni xohlayman. Yolg'iz qolishdan qo'rqmang. Musibatlar boshingizga tushganda qo'rqmang. Yoki nimadir falokatlarga duch kelganingizda qo'rqmang. Hayotingizdagi eng yomon narsalarni ham Xudo yaxshilikka aylantirishiga ishoning. Chunki bu narsaga ishongan odamda Xudo haqiqatan yaxshilikni ko'rsatadi-da. Xudoga umid bog'lagan odam g'alaba qilishini men hayotim bilan ko'rdim va buni ham boshqalarga dalda bera olaman. Siz g'alabador hayotda yashay olasiz Xudo bilan. Shuning uchun biz tirik Xudoga ishonaylik. Hatto hayvonlar ham o'zining egasini taniydi-da. Kim ekanligini. Bizning egamiz Xudo. U bizni o'z suratida yaratgan, bizni o'zini farzandim qilib olaman deb va'da bergan. Faqatgina men Iso Masih orqali Xudoni tanib bildim. Bo'lmasa men bilmas edim. Masalan, men mashina haydashni bilmasam-da, lekin yo'lga chiqadigan bo'lsam, yo'lni ham bilmasam, qanday boshqarib boraman-da?
Shuning uchun meni hayotim Xudoni tanimasdan oldin xuddi shunday qorong'u joyga mashinani bilmagan holatda o'tirib o'z hayotimni mana shunaqa xohlagandek boshqarishga harakat qilgan edim. Lekin mashinaning egasi yaratgan odam shofyor bo'lsa juda yaxshi-da. Men hayotimni egasi Xudo ekanligini anglab yetdim va xuddi mashinani o'zini egasiga bergandek men hozir shofyor Rabbimiz Iso Masih deb qabul qilaman. U yo'lda biladi, haydashni yaxshi biladi va men uning yonida o'tirib, xotirjam davom etib hayotimni u bilan birga borishni ma'qul ko'rdim. Shuning uchun men sizlarga ham aytmoqchimanki, hayotingizni sizni yaratgan egangizga topshirsangiz qanday xotirjam bo'lasiz. U sizni o'nqir-cho'nqir yo'llardan emas, balki yam-yashil yaylovlardan olib borishiga ishoning va siz uchun eng yaxshisini berishga u qodir. Shuning uchun Xudoyim bizni farzandim deb qabul qilar ekan, siz farzandingizga eng yaxshi narsalarni qanday bersangiz, Xudo ham bizga xuddi shunday eng yaxshi narsalarni berishga tayyor turibdi. Faqat biz buni ikkilanamiz, ishonmaymiz yoki olishni xohlamaymiz. Lekin Xudo insonlarday emas. Biz bolalarimizga eng yaxshi narsalarni berar ekanmiz, Xudo bizga undan-da buyukroq, undan-da ajoyib narsalarni berishga qodir. Shuning uchun hayotingizni, rulini, boshqaruvini egangiz Xudoga bersangiz qanchalar tinch, qanchalar xotirjam bo'lasiz. Mashinaning egasi mashinani tushunganday, qayeri buzilyapti, unga yoqilg'i kerakmi yoki charchayaptimi, hammasini tushungandek bizni tanamizni, ruhimizni, hayotimizni Xudodan boshqa hech kim yaxshi tushuna olmasa kerak. Hatto ota-onamiz bizni boqib katta qiladi, ular shunchalar bizni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin Xudo bizni ich-ichimizdan, borimizcha shunchalar bizni yaxshi ko'rib qabul qiladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda men Xudoga shukr qilaman. Ikkita joyda ishlab ham men charchamayman. Bolalarim bilan ham, boshqa bolalar bilan ham vaqt ajratib topa olaman va Xudoning so'zlarini men bo'lishishga tayyorman. Va bugun eshitib turgan tinglovchilarga ham mana shu narsani aytmoqchiman. Xudoni eshiting va haqiqiy egangizni toping. Sizni yaratgan egangizni toping. U siz uchun eng ajoyib mukofotlarni berishga tayyor turibdi. Faqatgina uning oldiga kelsak bo'ldi. Biz o'zimiz yo'lni ham bilmaymiz, borishni ham bilmaymiz. Faqat Xudodan so'rash kerak. Xudoyim, men seni tanib bilishim uchun nima qilishim kerak? Rabbimiz Iso Masih kim va nima uchun bu dunyoga kelgan? Uni Xudo bizga nima uchun yubordi? Payg'ambarlar hammasi keldi, ketdi, lekin Iso Masih u keldi va tirik, abadiy zamonning, dunyoning oxirigacha men sizlar bilan birga bo'laman degan. Shuning uchun biz uni topsakkina Xudoni topa olamiz. Shuning uchun hamma odam Xudoga muhtoj, o'zining yaratgan egasiga muhtoj bo'lib izlayapti. Shuning uchun men sizlarga bugun aytaman, men topdim va men bundan afsuslanmayman. Hech qachon men orqadagi yo'lga qaytmayman. Men Xudoni topganimdan baxtliman va umrimning oxirigacha men Xudo bilan yashashga qaror qilganman. Shuning uchun Xudo bilan yashash ajoyib. Agar izlab ko'rsangiz, Xudoni topib, uni kimligini, tirikligini hayotingizda his qilsangiz, bundan ortiq baxt yo'q. Hammangizga katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun, eshitganlaringiz, sabr-toqatlaringiz uchun Xudoyim marhamatlasin, barakalasin va har bittalaringizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Rahmat katta. Amin, amin, amin. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Juda ham zo'r misol keltirdingiz. Hayotimizni rulini Xudoga berish kerak ekanligini va u yo'lni biladi. Va menga bitta oyat shu joyda esimga keldi. Muqaddas kitobda Xudoning kalomi bo'lgan Injilda shunday yoziladi. Ya'ni Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q", deya ta'kidlab o'tgan Iso Masih. Lekin azizlar, haqiqat yo'li va hayot yo'li bu Rabbimiz Iso Masihda. Bu narsani chuqur anglab yetgan inson bemalol o'zini hayotini, rulini topshira oladi
Xudoga. Xudoga shukur. Afsus, bizni efirimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shunday ekan, efirni biz yakunlaymiz. Lekin kimdir agar efirni so'ngida, yarmida kirib, guvohlikni chala eshitgan bo'lsa, hechqisi yo'q. Bu efir to'liq yozib olinyapti va YouTube'dagi sahifamga joylanadi. Shunday ekan, YouTube'dagi sahifamda Umid TV.uz deya qidirish tugmasini bossangiz, podkastlar bo'limida barcha jonli efirlarni va u yerdagi boshqa guvohliklarni ham ko'rib, eshitib, xulosa qilsangiz bo'ladi. Xudoga shukur, Xudo marhamatlasin Lobar opa, ajoyib guvohlik uchun va mana shunday hayotingizdagi Xudoning ishlari har doim shunday Xudoning nomini ulug'lasin. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Xudo yor bo'lsin.